Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rg'a qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizani oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizani uyga kelib naqsh olib keturasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Oman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimni olib ketdi bular. Sizga kichikendiki o'ziga beraman deb. Voy, mani sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Roman chaqadi. Mana bumi xola? Onangiz zo'r, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poy qani buni? Mana xola hamma qo'shiq yelkalarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshimsizlar, bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi yerga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tling til qattiq qopdi ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buyum edi-da.